Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyati Nurobod tumani, ya'ni Nurbuloq shaharchamizning sentriga yaqin joyda Shalaka buloq sexga kelganmiz do'stlar. Xizmatlar kelishilgan narxlarda bo'lyapti. Bugun so'ragan yurtdoshlarimiz uchun ko'rsatib o'tyapmiz. Do'stlar, albatta chiroyli qilib laykalarni bosib qo'llab turamiz. Razmerlarga keladigan bo'lsak do'stlar, mana xudo xolasa metrlarni olganmiz do'stlar. Ko'pchilik boshqa yerdan olgan yurtdoshlarimizdan negativ gaplar bo'lyapti. Shalaka buloq olgan joylardan toshni razmer chiqmayapti degan do'stlar. Shuning uchun bugun sizlarga spesial mana o'lchab ko'rsatamiz do'stlar. E'tibor qiling, mana toshni kamimiz, ko'pimiz 17. Eniga mana uzunasi ham 37 do'stlar. E'tibor qilamiz. Balandligi mana do'stlar. Balandligi ham 17. Shalaka bloklarimiz standart mana 17 ga 37, balandligi ham 17, eniga 37 razmerlarda ishlab chiqarilyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, 3300 dan bo'lyapti. Mana shu Nurbuloq Nagorniy shaharchamizga territoriyasiga 3300 dan ortish, olib borish, tushirish hammasi ichida bo'lyapti. 3200 so'mdan yoki texnikangiz bo'lib turib o'zingiz olib kelsangiz 3000 so'mdan bo'lyapti, plus ortib berish bo'ladi sizlar. Faqat o'zlaringiz borgandan keyin tushirib olaverasiz. Mana sizlarga shalaka bloklarimiz. Bo'lari hozir qo'yilgan bo'lsa, mana bu tomonda. Bu tomonda xudo xolasa mana kimga qora qum, qizil qum, shebin, shag'altosh xizmatlari ham bor do'stlar. Kimga kerak bo'lsa mana texnika xizmatlari, aloqaga chiqib ko'ramiz. Undan tashqari beton qo'yish xizmatlari ham. Apolobga usta hammasi ichida bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'ramiz. Ustakalarimiz tayyor sostav bilan borib xizmatlaringizni qilib beradi do'stlar. Beton qo'yish xizmatlari. Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizdan video syomkalar bo'lyapti do'stlar. Albatta layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turamiz va kommentariy bo'limida o'z fikrlaringizni qoldirasiz degan umiddamiz. Sizni yana qanaqa narx-navolar qiziqtirsa yozib qoldiringiz, iloji boricha xizmatlaringizdamiz do'stlar, chiqarib boramiz. Hammalaringizga rahmat. Bizni kuzatishda davom etingizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.